Qizim Samarqand davlat universitetida o'qiydi, Komilova Zarnigor. Bugun ota-onalar yig'ilishi, mana shart-sharoitlari bilan tanishgani, hamma joyni ko'rib chiqdik. Juda ham sharoitlar yaxshi, yangi zamonaviy binolar, zamonaviy kutubxonalar, laboratoriyalar. Bunaqa sharoitda talabalar faqat o'qish. Ular kelajakda yetuk kadr bo'lib chiqishi shart va zarur. Bunaqa sharoitda o'qimasligi ham o'zi uyat. Prezidentimizga rahmat, shunaqa sharoitlar yaratib bergani uchun. Men Samarqand davlat universitetida 1-kurs talabasiman. Bugungi kunda biz ota-onalarimiz bilan yig'ilishga kelganmiz. Shart-sharoitlar bilan tanishish uchun onamni olib kelganman bu yerga. Bu yerdagi sharoitlardan to'g'risi juda ham xursandmiz. Prezidentimizga kattakon rahmat. Shunaqa sharoitlar yaratib bergani uchun. Bunaqa sharoitda o'qimaslik umuman noto'g'ri ish bo'ladi. Xudo xohlasa prezidentimiz shuncha sharoitlar yaratib bergani uchun, ota-onamiz shuncha bizani o'qitayotganlari uchun ishonchini oqlaymiz, Xudo xohlasa. Men ham Samarqand davlat universitetining fizika fakultetini 78-yilda bitirganman. Nevaram 1-kursda o'qiydi. Hozirgi kunda mana shunday sharoitlarni yaratib berib, bibliotekalarni qarang, laboratoriyalarni qarang. Hamma sharoit bor. Bu yerda o'qimagan o'quvchini o'zi o'quvchi emas. Shunday sharoitda o'qimasa, qayerda o'qiydilar? Prezidentimizga rahmat, mana shunday sharoitlarni yaratib bergan. Hamma narsa bor ekan. Ko'rib hayron qoldik o'zimiz ham. Sharoit oldingi sharoitdan 1000 marta afzal. Hamma sharoiti bor, o'qimagan o'quvchi o'zi o'quvchi emas bunday sharoitda. Rahbarlarimizga ham rahmat. Mana shu rektoriga ham rahmat bu universitetda. Bugun ota-onalar yig'ilishiga keldik. Mana universitet sharoitlarini ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Men ham 2006-yil shu universitetni bitirganman, lekin bizni davrimizda bunaqangi zamonaviy har tomonlama talabga javob beradigan sharoitlar bo'lmagan. Hozir bu sharoitlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Prezidentimizni shunchalar farzandlarimiz uchun yaratib bergan imkoniyatlariga xursandman. Juda ham katta rahmatlarimni aytmoqchiman. Qolaversa ta'lim beradigan ustozlariga, mana shu fakultet barcha ustozlariga, rektorga, dekanlarga hammasiga minnatdorchilik. Kelajakda bu farzandlarimizdan yetuk insonlar chiqishiga juda ham qattiq ishonaman. Bugunda ota-onalar majlisida onam kelib bizga berilgan sharoitlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldilar. Kelajakda yetuk kadr bo'lib yetishimizga juda ham katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Bundan men juda ham xursandman. Prezidentimizga kattagan rahmat aytmoqchiman.
bunday bizga yaratilgan imkoniyatlardan bizlar unumli foydalanib, kelajakda vatanimiz uchun foydasi tegadigan kadr bo'lib yetishga harakat qilmoqdamiz. Hurmatli ota-onalar, mana sizni farzandingiz birinchidan mana shu Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetining birinchi kurs talabaligiga qabul qilinganligi bilan universitet rahbariyati nomidan, shaxsan rektorimiz nomidan tabriklashga ruxsat bergaysiz. Hurmatli ota-onalar, universitetimizni ta'riflaydigan bo'lsak, hozir mana shu ta'riflashga so'z yetolmaydigan bo'lib qolishi mumkin yoki bo'lmasa juda ko'p vaqtimizni olishi mumkin. Bitta narsani e'tirof qilib qo'yishlaringizni so'rab qo'yardim. Birinchidan, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti O'zbekiston Respublikasida mingtalik, dunyoning top mingtalik eng oliy o'quv yurtlarining ichida mingtalikka qadam qo'ygan universitet bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari, ikkinchi bir ta'rif yuzasidan, O'zbekistonda yo'q ta'rif yuzasidan bittasi, universitetimizga dunyo e'tirof etib 5 yulduzli universitet degan narsani ta'rif qilgan. Mana shuning uchun mana shunday ulug' dargohda sizni farzandingiz ta'lim olayotganligi bu eng ulug' narsalarning, ne'matlardan biridir. Bundan tashqari universitetimizda bugungi kunda, misol uchun universitetimizning ilmiy salohiyati, professor o'qituvchilarning ilmiy salohiyati 75% tashkil qiladi. Bu katta akademik ko'rsatkich hisoblanadi. Bundan tashqari universitetimizda 150 dan ortiq fan doktori, professorlar, akademiklar faoliyat yuritayotgan bo'lsa, yana bunga qo'shimcha ravishda bugungi kunda universitetimizga 150 dan ortiq 200 ga yaqin xorijiy universitetlarning professor o'qituvchilari bizni farzandlaringizga dars berishga taklif qilganmiz. Ular doimiy kelib shu yerda yashab, shu yerda ishlab, faoliyat yuritib farzandingizga dars beryapti. Bundan boshqa menimcha ne'mat bo'lmasa kerak. Faqat sizni farzandingiz, o'g'il qizingiz, demak bizni ham o'g'il qizimiz, faqat o'qishlari kerak, a'lo darajada o'qish kerak. O'qish bilan o'qishning farqi ko'p. Darsga kelish bilan darsga qatnashishning farqi ko'p. Va hokazo va hokazo. Hozir mana shu masalalar yuzasidan gapirib berish uchun, o'quv jarayonidagi bo'layotgan o'zgarishlar, islohotlar to'g'risida gapirib berish uchun so'zni universitetning birinchi prorektori, o'quv ishlari bo'yicha birinchi prorektori, fizika matematika fanlari doktori, professor Ahmadjon Solichga so'z beraman. Marhamat Ahmadjon. Mana shunday nufuzli oliy ta'lim muassasasiga sizlarning bolalaringizni o'qishga kirganliklari bilan men sizlarni Rustam Ibragimov nomlari bilan, universitetimiz rektor nomlari bilan, universitetimiz rahbariyati nomidan chin ko'nglimdan tabriklayman. Sizlarga shuni aytmoqchimanki, bu universitetni bitirganlar mana bugungi kunda agar hokimiyatda mana ishlaydiganlardan oralaringizda bo'lsalar biladilar. ishga joylashish masalalari universitet bitirgandan keyin masalalar bo'yicha bizning universitetimiz nafaqat o'zimizning viloyatda, balki respublikamizda birinchi o'rinlarda turadi. 75% talabalarimiz to'liq ishga joylashib oladi o'zining kasbi bo'yicha. 25% endi mana bu onalik ta'tilida, keyin ba'zilari chetda magistraturaga boradi, o'zimizda magistraturaga kirishadi va shunaqa holatlar. Lekin asosiy qismi o'zining sohasi bo'yicha ishlaydi. 21-asrning ikkinchi choragida yashash uchun xuddi suvday, nonday, telefonday, banka kartiday til ham kerak. Tilsiz bo'lmaydi o'rtoq. Shuning uchun ham hurmatli rektorimiz o'sha 2016-17-yilda O'zbekistonda oliy ta'limdagi islohotlar boshlangandan hammamizning oldimizga shunaqa talablar qo'ydilarki, xorijiy tillarni yaxshilab o'qitishimiz kerak. Samarqand davlat universitetining talabasi xorijiy tilni albatta bilish kerak. Xorijiy tillarni mana ingliz tili kafedrasi, xorijiy nemis fransuz tillari kafedrasi, xorijiy sharq tillari kafedrasi mana bizni institutimizga qaraydi, Markaziy Osiyo instituti. Lekin o'sha yerdagi domlalarni eng yaxshilarini tanlab olganmiz. Talabalarda nima qiziqish yo'q. Ana shundan bir muammo bo'ladi. Shuning uchun men bugun ota-onalarga, mana ko'ryapman talabalardan ham ancha-muncha o'tirib zalda men murojaat qilib aytaman. Samarqand davlat universitetining talabasi bo'lish kabi bir baxtga erishgan ekansiz, farzandingiz shu baxtga erishgan ekan, bitta narsada bolalaringizga yordamchi bo'ling. Biz ham motivatsiya beraylik, siz ham talab qiling. Bir xorijiy tilni o'rgansin. Ingliz tili, Xitoy tili,
rus tili, keyin boshqa fransuz, nemis, turk tillari. İngiliz tiliga alohida, xitoy tiliga alohida e'tibor berishlarini so'rardim men.